Ona mana satsiqman kiyimim kiyibdi. O'chare, o'zimda yo'q bo'lgani uchun senikini kiydim. Menikini ham kiysang bilmaydi deb o'ylaysan. Og'zingni yop satsiq. Menga qara. Yekkalang bir-biringni go'shingni. Senlarni ko'rgan o'gay deb o'ylarsan. Nima qilibdi bir-biringnikini kiysang? Yo yeyilib qoladimi? Yo qo'ltig'iga kislota sepib qo'yadimi? Ona ko'rdingizmi? Menga ko'ylak olib bermadingiz, mana sasyapti endi. Cho'mib chiqqanman mol. Ona o'zi bitta ko'ylagim bor edi. Shuni ham kiyib cho'zib olibdi. Bitta yangi ko'ylak olib bering. Meni bozorga olib chiqinglar. Qanchaga ketar ekanman? O'zi ba'zir mana bayram dasturxoniga pul yig'ib yuribman. Ona Yangilikdan bexabar qolibsiz-ku. Hozir bozorga chiqish shart emas, onajon. Yuring-da siz. Ona yangi yilga Indinimda katta aksiya bo'lyapti. naqd 4 kun 29, 30, 31 va 1-yanvar kunlari. Indinimda bayramona aksiya bo'lib o'tadi. Agar 300 mingga narsa olsanglar 50 ming skidka. Agar xaridingiz 500 mingdan oshsa, ona 100 ming skidga. To'y. Olamiz qizlar, bosinglar. Rahmat ona. Bizdan 500 ming so'mlik xarid qilganingiz uchun 100 ming so'm sizga bonus. Rahmat. Dasturxon pulini ishlatib qo'ydimmi? Hoy, latta purishlar. Pulim borligini bilib qolibdi bular.